Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Sizlarga yana bitta yangilik darvozamizni, xudo xolasa, video obzorini qilib beramiz. Oxirigacha kuzatinglar. 2 qavatli darvoza bo'lgan. Shumkali, haqiqiy shumkali, zikarnizli darvoza bo'ldi bu darvozamiz. Holatlarini ko'rib turibsizlar, o'ta ham ideal holatda bo'lgan. 2 qavatli darvozamizni bitta ko'rib baho beringlar. Shumkali, ponni, qo'l mehnatda tayyorlangan, hammasi choklarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, aka-ukalar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Bu darvozamizni razmerlari eniga 380, bo'yiga 4,5 metr, 1 kvadrat metrini 1,400,000 so'mdan Tojikistonga xudo xolasa tayyorlayapmiz, aka-ukalar. Hamma yo'g'i joy-joyda ponni qalin materialda eng full skromli darvoza o'rnataman deganlarga mana shu darvozani tavsiya qilamiz. Profillarimiz 8x4 1.7 stena bo'lgan. Общий hammasi 1.7 stena, 8x4 listlarimiz ikkilikdan 2 qavatli ponni shumka bo'lgan. Zikarnizlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, aka-ukalar. Juda ham chiroyli holatda, hammasi ipgada bukilib chiqarilgan, aka-ukalar. Bu darvozamiz mehnati va material detal ko'p ketgan hisobiga, aka-ukalar, 1,400,000 so'mdan chiqadi kvadrat metri. Oddiyroq bo'ladigan bo'lsa 1,300,000 so'mdan chiqadi. Xudo xolasa chiroyli holatda o'rnatilgan videosini ham qilamiz. Nasib bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kraskalarimiz Mokraspal, Matvi kraska bo'lgan. Kraskalarimizga ham garantija beramiz. Mana bu joylarni ham ko'ryapsizlar. Har bitta zinama-zina mehnati o'ta ham qadrli degan darvoza, aka-ukalar. Narxiga talashmasdan qilsalaring bo'laveradi. Agar havas qilgan bo'lsalaring, juda ham chiroyli holatda chiqqan darvozamiz. Oddiy va skromli darvoza. Xudo xolasa tepa promogi 75 sm отдельный eshigimiz. Ko'rib turibsizlar, eshigimiz ham juda ham chiroyli holatda chiqqan. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Orqalari tekis holatda chiqqan. Aloqaga chiqaverasizlar, aka-ukalar. Juda ham chiroyli holatda. Sizlarni ham xonadonlaringga shunaqangi darvozalarni tayyorlab beramiz, aka-ukalar.